Erkin Asiya radiosunun xabarida danglıq sanatkar Abdurahim Heyitning delosi Türkiye bilan Xitoy o'rtasidagi bir maydon diplomatiya jiddiyligi pilti bo'lgandan keyin Xitoy hukumatı yana o'zining tashviqot mashinalarini ishga solib, xalqaroning ko'zini bo'yashga urinmoqda. 14 fevral Tangirteg'ida Qashqar universitetining professori Gulnar Obulning nomida bir parcha bayonot e'lon qilingan. Mazkur bayonotda Gulnar Obul intayin qattiq so'z iboralarni ishiltib, Uyg'ur ziyolilarini bilim egilari va diniy sohadagi zotlarning o'tgan asrning 90-yillardan buyon Uyg'ur rayonida atalmış bo'lgunchilik, diniy asabiylik va terrorlik ideyalarining tarqalishiga sababchi bo'lganligini ayiblagan. Bayonotda mundaq deyilgan: Ba'zilar o'zlarining o'rni va salohiyatidan foydalanib, ma'rif, madaniyat va san'at sohasida partiya ham davlatning qo'lini qo'llaydigan zaharlik ishlar bilan yoshirincha shug'ullanib keldi. Ular Şinjanni vatanimiz Jungoning qo'ynidan ayirib chiqib, atalmış mustaqillik tushi va davlat qurish tushining xam xiyollarga mastona bo'ldi. Mazkur bayonotda yana diniy sohadagi zotlar va diniy bilim egalari hujum xarakterlik iboralar bilan ayiblanib, ularning Uyg'ur avtonom rayonidagi jimi asabiy ideya va asabiy harakatlarning qo'zg'atquchisi ekanligi o'ttirg'i qo'yilgan. Tangirtog' to'ri yana Uyg'ur avtonom rayonlik millatlar televiziya komitetining muavin mufattishi İbrahim İshaqning nomida yana bir parcha bayonot e'lon qilgan. Uningda 3 xil kuch va 2 izm, ya'ni panturkizm va islomizmga qaqshatqich zarba berib, milliy televiziya sohasining bo'lgunchilik ideyasidan xoli bo'lishini saqlaydiganligi haqida va'da berilgan. 2018-yili 7-sentyabrdagi aniqlashi davomida professor Gulnar Obulni o'z ichiga olgan Qashqar universitetidagi 4 nafar Uyg'ur amaldorining tutqun qilinganligi dalillangan edi. Halbuki bu xabar xalqaroga oshkoralanib, oradan yarim yildek vaqt o'tganda Xitoy doiralarining professor Gulnar Obulni Uyg'ur avtonom rayonlik dehqonchilik mashinalari idorasining muavin idora boshlig'i vazifasi bilan o'tirg'i chiqishi va uning nomidan bayonot e'lon qilishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'amoqda. Uyg'ur vaziyatiga qiziquvchi xalqarodagi analizchilar Xitoy hukumatining lagerlar va lagerlarga qamalgan millionlarcha mahbuslar masalasida navbatda qattiq besimga duch kelayotganligini, Xitoyning xalqaro jamoatning ko'zini bo'yash uchun tutqundagi bir qism Uyg'ur sarqinlarini o'ttirg'i qayta chiqarib, o'yin o'ynayotganligi ta'kidlanmoqda. Sanatkar Abdurahim Heyitning Xitoy turmusida shahid qilinganlik xabari tarqalgandan keyin Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning millionlarcha Uyg'urlarni lagerlarga qamganligini ayblab bayonot e'lon qilgan edi. Xitoy buningga qarata norozilik bayoni e'lon qilib, Abdurahim Heyitning sin ko'rinishini oshkorladi hamda Turkiyani yolg'on xabar tarqatish bilan aybladi. Bu voqea muhojiratdagi Uyg'urlarning Finlandiyadagi Qalmurat Uyg'ur tashabbus qilgan Mammu Uyg'ur faoliyati orqali xalqaroning diqqatini yana bir qatim Uyg'ur diyoridagi lagerlar masalasiga markazlashtirdi. Ma'lum bo'lishicha, bu faoliyatga Uyg'urlardan boshqa G'arb davlatlaridagi Uyg'ur masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan kishilik huquq faoliyatchilari va bir qism Uyg'urshunos tadqiqotchilarmi Mammu Uyg'ur faoliyatiga qatnashgan va chet ellardagi Uyg'ur tadqiqotchilari uchun vijdoniy majburiyat dedi. Hamda Twitterga yozma yo'llab Xitoyda izdiraksiz g'oyib bo'lgan Uyg'ur sarqinlarining inson qalibidan chiqqan muomalaga uchrashiga nima sabab bo'ldi degan savollarni qo'ygan. Uyg'ur xalqi uchrayotgan bu xil ig'ir zulmlarga sukut qilmaydiganligini, o'zlarining Mammu Uyg'ur faoliyati va boshqa usullar orqali naq turmaga qamalgan Uyg'urlar uchun o'z ovozini anglitadiganligini bildirdi. Uyg'ur agentligi xabarida Iroq ulamolar birligi Xitoy kommunistning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga yurgizayotgan zulmlarga qarata 14 fevral bayonot e'lon qilib mundaq degan: Xitoy kommunistlarining Uyg'ur musulmonlarini o'z madaniyati va islomning urf-odatlaridan yiroqlashtirish, shundaqla ularni o'z aqidasi va madaniyatiga yot ish-harakat va odatlarni qilishga majburlash uchun yurgizayotgan bostirishlari yillardan beri davomlashmoqda. Xitoyning urf-odatlarini o'zlashtirmagan kishilar qayta tarbiyalash nomida jazo lagerlariga solinyapti. O'limalar birligimiz Xitoyning Uyg'urlar qartilgan bostirish, qamoqqa elish, o'ltirish va shundaqla ularning islomiy kimligini yo'qotish uchun qilayotgan nodon qoldirish jinoyatlarini ayiblaydi.
Birlikimiz shuni ta'kidlaydiki, bu razil siyosatlar Xitoy kommunistlarining islom dunyosidagi manfaatiga emas, balki o'zaro munosabatiga ziyon yetib keladi. Birligimiz Xitoy hukumatidan Uyg'ur musulmonlarining haq-huquqlarini to'liq kapolatga ega qilishini talab qilamiz. Shundaqla islom davlatlarini, kishilik huquq organlarini va axborot vositalarini Uyg'urlar bilan bu qiyin sinoqlarda bir safda turishiga va ularning azob uqubatlarini anglatishiga chaqiriq qilamiz. Dunyo bu jinoyatlarning haqiqatini, Uyg'urlarning haq-huquqlarining dafsanda qilinishlarini, shundaqla bu tragediyaning qanchalik og'ir ekanligini to'nib yetgay va Xitoy hukumati xalq royiga bo'yin egib, bu zulm va jinoyatlardan yong'ay. 14 fevral Misr parlamenti mutlaq ko'p sondagi bilet tashlag'uvchilarning qo'shilishi bilan 2014 yildagi asos qonunga tuzatish kirgizish taklifi ma'qullanib, navbatda yo'lga qo'yilayotgan asosiy qonunga tuzatish kirgizilib, hozirgi prezidenti Abdul Fattah Sisining yana bir qatim nomzod saylamiga qatnashishi, shuning bilan 2034 yilgacha prezidentlik vazifasi o'rinda o'tirdiganligi ta'kidlangan. Misr xalq parlamentining boshlig'i Ali Abdullahning bildirishicha, jami 485 nafar parlament a'zolari eng chong partiya guruhi bo'lgan Misrni qo'llash ittifoqining o'ttirg'i qo'ygan asosiy qonunga tuzatish kirgizish loyihasini 3 dan 2 qism kishilarning qo'llab bilet tashlashi bilan ma'qullagan. Lekin parlament boshlig'i Abdullah saylamni rad qiluvchilarning sonini e'lon qilmagan. Misr parlamenti 568 kishidan tarkib topgan bo'lib, buning sirtida yana prezident alohida tayinlagan 28 parlament a'zosini o'z ichiga oladi.